Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? 6 yoshdan dehqon yoshgacha bo'lgan fuqarolarga qanday ustamalar bor? Kim nimaga haqli, kim esa noto'g'ri kutyapti? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo buvi yoki yaqin qarindosh bor. Birgina noto'g'ri tushuncha sabab odamlar oyma-oy olishi mumkin bo'lgan pulni ololmay yuradi yoki aksincha umuman berilmaydigan ustamani kutib vaqt yo'qotadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar bo'yicha oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng ko'p tarqalgan savolga javob beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadi degan gap nimani anglatadi? Ko'pchilik bu gapni eshitishi bilan endi 6 yoshdan oshganlarga qo'shimcha pul berilmaydimi? Taqasim yoshga kirgan pensionerning ustamasi ham olib tashlanadimi? Oldin olgan pulim kamayib qoladimi deb xavotirga tushadi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Pensiya tizimida yoshga doir pensiya, yoshga bog'liq qo'shimcha to'lov, parvarish bilan bog'liq ustama, nogironlik yoki alohida maqom bo'yicha ustama kabi tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Odamlar ko'pincha hammasini bitta ustama deb ataydi. Keyin chalkashlik kelib chiqadi. Oldin odamlar orasida shunday tasavvur bor edi. 6 yoshga chiqdingizmi? Avtomatik qo'shimcha ustama bor. 7 yoshga kirdingizmi? Yana ustama bor. 40 yoshga kirdingizmi? Albatta alohida pul qo'shiladi. Amalda esa tizim bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori avvalo ish staji, ish haqi pensiya turi, belgilangan eng kam miqdorlar, qonunchilikdagi indeksatsiya va ayrim toifalarga beriladigan qo'shimchalarga qarab shakllanadi. Ya'ni faqat yoshning o'zi har doim ham alohida ustama degani emas. Hozirgi o'zgarishlar va muhokamalarda asosiy masala shuki, avval ayrim tartiblarda yoshga qarab beriladigan yoki odamlar yosh ustamasi deb ataydigan ayrim qo'shimcha mexanizmlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ayrimlari esa amalda boshqa to'lovlar bilan almashtirilgan yoki aniq toifalarga bog'langan. Lekin bu hamma pensionerning puli birdan kamayadi degani emas. Har bir holatda odamning yoshi, pensiya turi, sog'lig'i, nogironlik guruhi, yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi bor yo'qligi, shuningdek mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali rasmiylashtirilgan hujjatlari alohida ahamiyatga ega. Men eng avvalo sizga asosiy qoidani aytaman. Pensiyada qo'shimcha pul olish uchun odatda 2 narsa kerak bo'ladi. Birinchisi qonunda belgilangan asos bo'lishi kerak. Ikkinchisi o'sha asos hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Faqat men 7 yoshdaman, men 75 yoshdaman, qo'shnim olyapti, men ham olishim kerak degan gapning o'zi yetarli emas. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organi sizning holatingizni hujjat asosida ko'radi. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner bor. U 13 yoshda, erkak kishi, pensiyaga chiqqan, ish staji yetarli, sog'lig'i o'rtacha, nogironlik guruhi yo'q, yolg'iz yashamaydi, farzandlari bilan birga turadi. Bunday odamga faqat 13 yoshga kirgani uchun alohida katta ustama beriladi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Uning pensiyasi umumiy hisob-kitob bo'yicha belgilanadi. Keyin davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, indeksatsiya qilinsa, shunga yarasha miqdori oshadi. Endi boshqa holatni olaylik. Ayol kishi 40 yoshga kirgan, yolg'iz yashaydi, o'zini o'zi parvarish qilishi qiyin, shifokor ko'rigidan o'tgan, parvarishga muhtojligi tasdiqlangan. Bu yerda masala faqat yoshda emas, balki parvarishga muhtojlikda. Agar qonunchilikda yoki amaldagi ijtimoiy himoya tartibida parvarish, yolg'izlik, nogironlik yoki keksalik bilan bog'liq qo'shimcha yordam nazarda tutilgan bo'lsa, u hujjatlar bilan murojaat qilish kerak. Ko'pchilik xato qilib, 90 yosh bo'ldim, menga avtomatik pul tushishi kerak deb kutadi. Aslida ayrim to'lovlar avtomatik bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa ariza va hujjat talab qiladi. Yana bir misol. Olim 8 yoshli pensioner 2 guruh nogironi. U faqat yoshga doir pensioner emas, unda nogironlik maqomi ham bor. Bunday holatda qo'shimcha to'lovlar yosh bo'yicha emas, nogironlik bo'yicha yoki pensiya turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar ularga 6 yosh ustamasi bering deb murojaat qilsa, xodim bunday ustama yo'q deyishi mumkin. Lekin u nogironlik hujjatlari asosida boshqa qo'shimcha yoki imtiyozga haqli bo'lishi ehtimoli bor. Demak, savolni to'g'ri qo'yish juda muhim. Men yoshim bo'yicha nima olaman? Emas, mening holatim bo'yicha qanday qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki imtiyoz bor deb so'rash kerak. Men buni alohida ta'kidlayman.
Agar siz qonuniy belgilangan pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz, oddiy xabar yoki mish-mish sabab ertadan puli kamayadi deb vahimaga tushmang. Pensiyani kamaytirish yoki bekor qilish oddiy og'zaki gap bilan bo'lmaydi. Buning uchun qonuniy asos, rasmiy qaror, hisob-kitob va xabardor qilish tartibi bo'lishi kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy tushayotgan bo'lsa, plastik kartangizga yoki pochta orqali kelayotgan bo'lsa, uni biror tanishingiz aytgan gapga qarab to'xtatib qo'yishmaydi. Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, pensiyasi oddiy yoshga doir pensiya sifatida hisoblangan va boshqa qo'shimcha da'vo qilmayotgan fuqarolar. Ikkinchidan, rasmiy nogironlik guruhi bor va hujjatlari amalda bo'lgan fuqarolar. Uchinchi toifa, rasmiy ravishda alohida maqomga ega bo'lganlar. Masalan, ayrim faxriylar, mehnatdagi alohida xizmatlari bor fuqarolar, qonunda ko'rsatilgan boshqa toifalar. Bunday odamlar o'z hujjatlarini tartibda saqlasa, asos yo'qolmasa, to'lovlar ham shunga qarab davom etadi. Lekin kim e'tiborli bo'lishi kerak? Hujjat muddati tugaganlar, nogironlik qayta ko'rigidan o'tishi kerak bo'lganlar, yashash joyini o'zgartirganlar. Yolg'iz yashash holatini rasmiylashtirmaganlar, parvarishga muhtoj bo'lsa ham shifokor xulosasini olmaganlar. Ana shunday odamlar ko'pincha pulni yo'qotmaydi, lekin olishi mumkin bo'lgan qo'shimcha yordamni ololmay yuradi. Sababi huquqi bor, lekin hujjati yo'q. Endi mavzuning eng asosiy qismiga o'tamiz. Oltin yoshdan balkim yoshgacha qanday ustama bor? Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Oltin yosh atrofida erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi. Ish, staj va pensiya tayinlash shartlari masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Bu yoshda odam odatda pensiyaga chiqish huquqini tekshiradi. Staj yetarlimi? Ish haqi to'g'ri kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari bormi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'rimi? Oltin yoshga yetganda avtomatik yosh ustamasi tushadi deb kutishdan ko'ra, pensiya hisob kitobi to'g'ri qilinganmi? Shuni tekshirish ancha muhim. Masalan, bir fuqaro oltin yoshda pensiyaga chiqdi. Lekin 1995 yildan 2005 yilgacha ishlagan davri arxivda ko'rinmayapti. Shu sabab pensiyasi 1.200.000 so'm chiqdi. Keyin arxivdan ma'lumot olib, staji tasdiqlandi va o'rtacha ish haqi qayta hisoblandi. Natijada pensiyasi 1.500.000 so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu yosh ustamasi emas, lekin odam uchun real farq 300.000 so'm. Shuning uchun men doim aytaman. Yoshga qarab ustama izlashdan oldin pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring. Yetim yosh atrofida esa odatda odamlar sog'liq, parvarish, dori-darmon, yolg'iz yashash va kommunal xarajatlar masalasida ko'proq qiynala boshlaydi. Bunda pensiyaga qo'shimcha bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar yoshning o'zidan ko'ra ijtimoiy holatga bog'liq bo'ladi. Masalan, 72 yoshli ayolning farzandlari boshqa viloyatda yashaydi. O'zi yolg'iz, daromadi faqat pensiya. U mahallaga ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilib, kam ta'minlanganlik, yolg'izlik, parvarish yoki moddiy yordam bo'yicha imkoniyatlarni o'rganishi kerak. Bu har oy doimiy pensiya ustamasi bo'lmasligi mumkin. Lekin bir martalik yordam, xizmat ko'rsatish, dori-darmon bilan ta'minlash, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Taqvim yoshga yaqinlashganda masala yanada noziklashadi. Ko'pchilik taqvim yoshga kirsa, albatta pensiyaga qo'shimcha qo'shiladi deb o'ylaydi. Ayrim tartiblarda 20 yoshdan oshganlar uchun alohida e'tibor, parvarish yoki qo'shimcha yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin yana qaytaraman. Buni faqat yoshning o'zi bilan cheklab bo'lmaydi. Taqvim yoshli inson sog'lom, farzandlari bilan yashaydi, parvarishi ta'minlangan bo'lishi mumkin. Boshqa taqvim yoshli inson esa yolg'iz yura olmaydi, doimiy parvarishga muhtoj. Davlat yordami odatda ikkinchi holatda ko'proq asosli bo'ladi. Shuning uchun bir xil yoshdagi ikki odamning to'lovi har xil bo'lsa, bu har doim adolatsizlik degani emas. Sababi ularning hujjati, staji, pensiya turi, sog'ligi va ijtimoiy holati boshqa-boshqa bo'lishi mumkin. Keling, buni aniqroq tasavvur qilamiz. Birinchi misol, Hasan aka 6000 yoshda 32 yil ish staji bor. Pensiyasi ish staji va ish haqi asosida hisoblangan. U men 6 dan oshdim. Ustama berilishi kerak deb murojaat qildi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, unga alohida yosh ustamasi emas, balki ish stajining bir qismi hisobga kelmagan. Arxiv hujjat topilgach, pensiyasi qayta hisoblandi. Bu holatda yutuq ustamada emas, hujjatni to'g'rilashdan keldi. Ikkinchi misol, Malika opa 74 yoshda, pensiyasi 1.100.000 so'm, yolg'iz yashaydi. U faqat pensiya jamg'armasiga borib, yosh ustamasi bormi deb so'radi va yo'q degan javob oldi. Shundan keyin uyga qaytib ketdi.
aslida u mahallaga ijtimoiy himoya bo'limiga ham murojaat qilishi kerak edi. Chunki uning masalasi pensiya ustamasi emas, ijtimoiy yordam masalasi bo'lishi mumkin. Agar u kam ta'minlangan sifatida o'rganilsa, moddiy yordam yoki boshqa xizmatlarga ehtiyoj aniqlanishi mumkin. Uchinchi misol, Karim ota 42 yoshda birinchi nogironi qizi bilan yashaydi. Unga parvarish kerak, doimiy dori kerak. Bu yerda asosiy hujjatlar nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa, pensiya hujjatlari, yashash joyi ma'lumoti. Agar parvarish puli, parvarish qiluvchi shaxsga to'lov yoki boshqa yordam tartibi mavjud bo'lsa, uni faqat tag'iz 2 yoshdaman deb emas, mening nogironlik va parvarishga muhtojlik holatim bor deb rasmiylashtirish kerak. Shunda masala ancha aniq ko'riladi. 4-misol, 7-9 yoshli pensionerning pensiyasi qo'shnisidan kam. U qo'shni vaqtimga kirdi. Ko'proq olyapti, demak unga yosh ustamasi bor deb o'ylaydi. Lekin tekshirilsa, qo'shnisida 40 yil staj, yuqori ish haqi, ehtimol faxriy maqomi yoki nogironlik bo'lishi mumkin. Pensiya miqdorini faqat yosh bilan solishtirish noto'g'ri. To'g'ri solishtirish uchun staj, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha maqomlar va qayta hisoblash sanasi bir xil bo'lishi kerak. Amalda esa bunday bir xil holatlar juda kam uchraydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta, pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy yordam asosida tayinlanishi mumkin. Shuning uchun men pensiya olamanmi yoki nafaqami degan savolni aniq bilishingiz kerak. Hujjatda nima yozilganini ko'ring. Ikkinchi nozik nuqta, ustama doimiy bo'lishi ham, vaqtinchalik bo'lishi ham mumkin. Masalan, nogironlik guruhi muddatli berilgan bo'lsa, muddati tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar odam vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtashi yoki o'zgarishi mumkin. Bu ustama bekor qilindi degani emas, balki hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta, yashash joyi muhim. Odam boshqa tumanga ko'chsa, doimiy ro'yxatdan o'tmasa, pensiya ishi, ijtimoiy yordam arizasi yoki mahalla o'rganishi kechikishi mumkin. Ayniqsa keksalar farzandlari uyga vaqtincha ko'chib boradi. Lekin hujjatlarni eski manzilda qoldiradi. Keyin yordam so'raganda siz bu hududda ro'yxatda emassiz degan muammo chiqadi. Shuning uchun yashash joyi va ro'yxat masalasini tartibga keltirish kerak. 4-nozik nuqta. Odamning bank kartasi yoki pochta orqali olayotgani ham tekshirilishi kerak. Ba'zan pensioner puli kamaydi deydi. Lekin aslida bank kartasidan kredit, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Pensiya miqdori boshqa, qo'lga tegayotgan pul boshqa bo'lib qoladi. Bunday paytda darhol bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi asosda ushlanganini aniqlang. 5-nozik nuqta, qo'shnim aytdi degan ma'lumotga ishonib qolmang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odamlar bir-biriga taqsim yoshga kirganlarga falon pul berilar ekan, yetim yoshdan keyin hamma ustama olar ekan, endi hammasi bekor bo'lar ekan deb gap tarqatadi. Keyin pensioner idora yuradi, asabiylashadi, lekin savol noto'g'ri qo'yilgani uchun aniq javob ola olmaydi. Siz har doim yozma yoki rasmiy manbaga tayaning. Og'zaki gapni tekshirmasdan xulosa qilmang. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya hujjatingizdan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan bilib olasiz. Savolni aniq bering. Mening to'lov turim nima va u qanday hisoblangan? Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitobini so'rang. Ish stajingiz necha yil hisobga olingan? Qaysi davrlar kiritilgan? Qaysi davrlar kirmagan? Ish haqi qaysi ma'lumotlar asosida olingan? Agar siz 6 yoshdan maksimum yoshgacha bo'lsangiz va pensiyangiz past deb o'ylasangiz, birinchi tekshiriladigan narsa aynan shu. Chunki ko'p hollarda qo'shimcha pul yosh ustamasidan emas, noto'liq kiritilgan staj yoki arxiv hujjatini tiklashdan chiqadi. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi, tibbiy xulosa, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz parvarishga muhtoj bo'lsangiz, buni og'zaki aytish yetmaydi. Shifokor xulosasi yoki tegishli komissiya hujjati kerak bo'ladi. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni ajrating. Pensiya miqdori, staj, qayta hisoblash. Pensiya tayinlash bo'yicha pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi.
ijtimoiy yordam, yolg'iz keksalar, parvarish, moddiy yordam, ehtiyojmandlik bo'yicha mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilinadi. Tibbiy xulosa, nogironlik, parvarishga muhtojlik bo'yicha poliklinika, shifokor va tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi kerak bo'lishi mumkin. Bitta idoradan yo'q javobini eshitib, butun huquqingiz yo'q deb o'ylamang. Balki siz boshqa idoraga murojaat qilishingiz kerakdir. 5-qadam, arizani yozma bering. Men doim tavsiya qilaman, og'zaki so'rab qaytib ketmang. Arizada shunday mazmunda yozing. Mening pensiyam yoki ijtimoiy to'lovim bo'yicha yoshim, ijtimoiy holatim, sog'lig'im va mavjud hujjatlarim asosida qo'shimcha to'lov ustama, qayta hisoblash yoki yordam olish huquqim bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza qabul qilingan sana ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, javobni tushunib oling. Agar sizga ustama berilmaydi deyishsa, nima sababdan berilmasligini so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi toifa bo'yicha siz mos kelmaysiz? Agar javob yozma bo'lsa, keyin uni yuqori tashkilotga yoki huquqshunosga ko'rsatish oson bo'ladi. Og'zaki javob esa ko'pincha isbot bo'lmaydi. 7-qadam, pensiya yoki nafaqangizda kamayish bo'lsa, darhol tekshiring. Bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasidan oylik hisob-kitobni so'rang. Ijro byurosi yoki boshqa ushlab qolish bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan odam yosh ustamamni olib tashlashdi deb o'ylaydi, lekin aslida plastik kartadan qarzdorlik yechilgan bo'ladi. Ba'zan esa pensiya qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham hujjat talab qiling. Men sizlarga yana bir muhim narsani aytib qo'yaman. Keksalarning hujjati bilan firibgarlik qiladiganlar ham uchraydi. Men sizga saqmin yosh ustamasini chiqarib beraman. Falon pul bersangiz, pensiyangiz oshadi. Tanishingiz kerak bo'lmasa bo'lmaydi degan gaplarga ishonmang. Qonuniy to'lov pora bilan chiqarilmaydi. Agar huquqingiz bo'lsa, hujjat bilan murojaat qilasiz. Agar huquqingiz bo'lmasa, pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Shu faol odamga pasport nusxasi, bank karta raqami, SMS kodi, elektron imzo ma'lumotlarini bermang. Ayniqsa keksalar nomiga kredit rasmiylashtirish, kartadan pul yechish holatlari bor. Farzandlar va nabiralar ham ota-onasining pensiya hujjatlarini bir tekshirib qo'ysin. Yana bir ogohlantirish, internetdagi eski ma'lumotlar bilan hozirgi tartiblantirmang. Qonunlar, qarorlar, pensiya miqdorlari, eng kam to'lovlar va yordam tartiblari vaqti bilan o'zgaradi. Siz 3 yil oldingi xabarni ko'rib, bugun ham shunday deb o'ylasangiz, xato bo'lishi mumkin. Har doim eng yangi ma'lumotni rasmiy manbadan yoki mutaxassisdan tekshiring. Demak, bugungi mavzuda eng muhim fikr shuki, yoshga doir ustama bekor qilinadi degan gapni eshitganda vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Olmi yoshdan taqadun yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun asosiy masala pensiya hisob-kitobining to'g'riligi, ish stajining to'liq kiritilgani, sog'liq va ijtimoiy holat bo'yicha qo'shimcha yordamga asos bor yo'qligidir. Faqat yoshning o'zi har doim alohida ustama degani emas. Lekin yosh, nogironlik, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik, kam ta'minlanganlik yoki alohida maqom birga kelganda odam qo'shimcha yordamga haqli bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring, pensiya hisob-kitobini so'rang, arxiv stallaringizni tiklang, tibbiy xulosalaringizni yangilang. Mahalla va ijtimoiy himoya organlariga yozma murojaat qiling. Hech qachon faqat mish-mish bilan xulosa qilmang. Sizning pulingiz, sizning huquqingiz va sizning oilangiz farovonligi hujjatga, tartibga va vaqtida qilingan murojaatga bog'liq. Agar sizda yoki yaqinlaringizda 6-7 yoki daxil yoshdan keyingi ustamalar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yoshingizni, pensiya turini va muammo nimada ekanini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot ko'p odamga kerak bo'lishi mumkin. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Keyingi videoda pensiyani qayta hisoblatish, stajni tiklash va arxiv hujjatlarini topish bo'yicha yanada aniq ko'rsatmalar beraman.